Hammomdagi bu mash'um tong Bobur ismli 20 yashar yigitchaning hayotini tubdan o'zgartirdi va natijada u Hind o'lkasida ulkan davlat barpo etishga muvaffaq bo'ldi. Siz Dervishnot sahifasidasiz va biz tarix sari yo'l olyapmiz. Axkent 1502-yil. Zahiriddin Muhammad Bobur 20 yoshga qadam qo'ygan davrlar. Erta tongda u hammomda cho'milayotganida qal'aga Ahmad Tanbal yo'l olayotgani haqida xabar keladi. Tanbal Farg'onada uzoq davom etgan isyonning yetakchisi, nufuzli bek hisoblanardi. U viloyatni o'z nazoratiga olishni va Boburning ukasi bilan ittifoq tuzishiga yo'l qo'ymaslikni maqsad qilgandi. Boburning ukasi Jahongir Mirzo kuni kecha Marg'ilondan Tanbal odamlaridan qochib, Boburdan himoya so'rab kelgandi. Bu Tanbal uchun qattiq zarba bo'ldi. U muqobil nomzoddan ayrilib, garnizon ozchilik va sarosimaga tushgan paytda Axkentni egallashga shoshildi. Maslahatchilar Boburni qat'iy choralar ko'rishga, Shayx Boyazidni hibsga olib, zudlik bilan qal'ani egallab olishga undadilar. Ammo Bobur bergan so'zini buzishdan bosh tortdi. Bu axloqiy biroq xavfli qaror edi. U yana bir bor xatosini to'g'ri qayd etdi. Soqchilar o'z vaqtida hatto qal'a ko'prigiga ham qo'yilmagandi. Shaharga Tanbalning 2-3 ming qurollangan odami kirdi. Boburda esa 100 dan sal ko'proq odam bor edi xolos. Qonli ko'cha janglari boshlandi. Boburning tulporiga o'q tegdi. U tor ko'chada yiqildi, ammo yana egarga sakrab mindi. U o'zining aniq o'q otganlarini qayd etdi, biroq kuchlar teng emasligini tan oldi. Tanlov chekinish edi. U bilan 20-30 ta sodiq kishigina qoldi. Bu mag'lubiyat uning strategiyasining burilish nuqtasiga aylandi. Tog'lardagi qiyinchiliklardan so'ng Bobur Xurosonga borish fikridan voz kechib, Kobulga yurish qilishga qaror qildi. 910-hijriy yilda u odamlarni safarga yig'di. Shahar muqim Arg'unga taslim bo'ldi va Boburning hayotidagi siyosiy yo'nalish o'zgardi. Demak, Boburnomadagi hammomdagi tong voqeasi shunchaki ta'sirli hikoya emas, balki o'zini hushyor tahlil qilish lahzasidir. Manfaatga qarshi axloq, xatolarni tan olish va keyingi yuksalishga olib kelgan yo'nalish o'zgarishidir. Tarixning boshqa unutilgan sahifalariga sayohat qilishni istasangiz, Dervishnot sahifasiga obuna bo'ling.